Hurmatli tomoshabin, ushbu videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Birinchi maydan boshlab ayrim migrantlar Rossiyadan quviladi. Joriy yilning 30-aprel kuni Rossiya Federatsiyasida bo'lib turgan chet el fuqarolari uchun huquqiy maqomga ega bo'lish muddati tugaydi. Bu haqda 2024-yilning 30-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan qabul qilingan farmonda so'z boradi. Ushbu farmonga ko'ra, aynan 30-aprel kunidan boshlab berilgan imkoniyatlar muddati o'z nihoyasiga yetadi. Ushbu farmon xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Rossiya hududida qonuniy qolish asoslarini yo'qotgan taqdirda o'z huquqiy maqomini tartibga solish imkoniyatini taqdim etadi. Shunday qilib, joriy yilning 1-may kunidan boshlab huquqiy maqomini tartibga solmagan shaxslarga nisbatan mamlakatdan chiqarib yuborish va kelajakda Rossiyaga kirishni taqiqlash kabi choralar qo'llaniladi. Bildirilishicha, fuqarolar tegishli ruxsatnoma hujjatlarini olish uchun Rossiya Ichki ishlar vazirligi organlariga yoki Moskva shahridagi Saxarova markaziga murojaat qilishlari zarur. Ma'lumot uchun 2024-yil yakuniga ko'ra Rossiya hududida 6,3 million nafar chet ellik fuqarolar yashamoqda. Ulardan 1,4 million nafari o'zbekistonliklar sanaladi.